Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünü qızğın qarşı alırıq. Gündə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Türkiye Tashqi ishlar ministri Hakan Fidan 3 iyun kuni Xitoyga ziyorat berib, 4-5 iyun kunlari Şərq Türkistonni ziyorat qildi. Ziyorat jarayonida Şərq Türkistondagi Uyg'urlarning xotirjam yashayotganligini, xotirjamlikning Türk İslam elləridəki tunishni o'zgartirishda va ikkili davlatning mos holda taraqqiy qilishida muhim ahamiyatga ega ekanligini, savdo sayohatchilikni o'z ichiga olgan turli sohalarda o'rtaq taraqqiy qilishni xohlaydiganligini bildirdi. Shundoqla Xitoyning zamin butunligi, egalik huquqiga hurmat qiladiganligini, bexatarlikni qo'g'daydiganligini, Xitoyning terrorlikqa qarshi turish soxta bayoniga zich moslashadiganligini alohida ta'kidladi. Hakan Fidanning Xitoy ziyorati muajiratda yashayotgan Uyg'urlarning qarshiligini qo'zg'adi. Sharq Turkiston surgunda parlamenti, Sharq Turkiston surgunda hukumati, Sharq Turkiston fondi, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining a'zolari Washingtondagi Turk elchixonasining oldida 4-may seshanba kuni namoyish o'tkazib, Turkiya-Xitoy hamkorligining Sharq Turkistonga elib kelayotgan ziyoniga norozilik bildirdi. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining qurg'uvchisi, Sharq Turkiston surgunda hukumatining bexatarlik va tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor axborot e'lon qilib mundoq dedi. Xonimlar va apandilar, yaxshimsizlar? Biz bu yerda yolg'iz Sharq Turkistonliklar yoki Uyg'urlar uchun emas, balki erkinlik va kishilik izzat obro'yining qo'g'dug'uchilari sifatida namoyish qilib turibmiz. Biz Washingtondagi Turk elchixonasining oldiga xiyonatchilikka qarshi kollektiv nafratimizni bildirish uchun yig'ildik. Asrlardan beri Sharq Turkiston Turkiya bilan o'rtaq til, madaniy meros, tarix va kulturga soyib qon qarindosh bo'lganlikdan Turkiyani umid chirg'i deb qarab kelgan bo'lsa-mu, hozir Turkiyaning xiyonatiga shohid bo'ldik. Sharq Turkiston bilan kultur, etnik, diniy va tarixiy bog'lari bo'lgan Turkiya hozir dushmanimiz zolim ishg'olchi Xitoy bilan hamkorlashmoqda. Turkiya Tashqi ishlar ministri Hakan Fidanning yaqinqi Xitoy va besirilgan Sharq Turkistonni ziyorat qilib, irqiy qirg'inchilikchi Xitoy hokimiyati bilan hamkorlashishi yolg'iz odatdagi bir diplomatik masala bo'lib qolmasdan, Xitoyning ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Tatar qatorliq Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatini qo'llashdan iborat. Bu yolg'iz siyosiy xato qadam bo'lib qolmay, bir axloqiy mag'lubiyatdir. O'zining boy kulturel merosi, inson haqlari, erkinlik va egalik huquqini qo'g'daydigan bir tarixi bilan faxrlanadigan bir davlat vakili Sharq Turkistondagi millionlagan turk xalqining qini bo'yalgan qo'lni qandoqmi siqidi? Turkiyaning xiyonati yolg'iz Sharq Turkiston xalqiga qilingan xiyonat bo'lib qolmasdan, balki yana adolat, qarindoshlik, insonlik prinsiplariga xilof. Turkiyaning tashqi ishlar ministri Hakan Fidan Xitoyning istixborot xodimi Chen Wenjin bilan Xitoy bilan Turkiya munosabatining taraqqiyotidan maqtanish, texmi cho'nqur strategik hamkorlik loyihasi tuzish bo'lib, bexatarlik hamkorligi loyihasini tuzish uchun jam bo'ldi. Bu Sharq Turkiston va uning xalqiga qarshi, u millionlagan mazlumlarning zulmga qarshi ovozini besiq turish, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishini to'salg'iga uchirtish uchun tuzilgan bir plan. 2012-yili hozirgi prezident Recep Tayyip Erdo'g'an Sharq Turkistonga berib, mehmondo'st Uyg'urlar tarafidan qizg'in qarshi olindi. Uyg'urlar Erdo'g'anni Xitoy bilan so'zlash orqali mavjud besim, irqiy qirg'inchilik, mustamlika va ishg'ol masalasini hal qiladi deb qaradi. Ammo Xitoy bilan texmo yaqin munosabat o'rnatib, bizning texmo bo'yin egishimizni qulaylashtirdi. Suriyaga yo'llangan Uyg'urlar sababidan Uyg'urlar terrorchi deb tanilib, Xitoy Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilikni bemalol yurgizdi. Turkiyaning cho'ng qirg'inchilikdan keyin maydonga kelgan Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga sukut qilishning hayron qolg'uchiligi yo'q. Turkiyaning tashqi ishlar ministri Hakan Fidan yaqinda Sharq Turkistonni ziyorat qilib, 21-asrdagi cho'ng qirg'inchilik yurgizayotgan ishg'oliyatchi, mustamlikachi Xitoy hokimiyatining atalmish terrorlikqa qarshi soxta bayonlarining ro'yiga amal qilib, Xitoy bilan hamkorlashadiganligini bildirdi. Bu faqat Sharq Turkistonliklarga qilingan xiyonat bo'lib qolmay, balki Turk xalqi va Turkiya Jumhuriyatining shon-sharafini oyoq osti qiladi. İnsan haqlarining qo'g'dug'uchisi, izilgan xalqning umidi bo'lgan Turkiyaning bu qilganini qabul qilg'ili bo'lmaydi. Barliq Turkiya davlatlar Sharq Turkistonning mustaqilligiga qarshi Xitoy bilan bexatarlik va istixborot hamkorligi o'rnatdi. Falastinning mustaqilligini qo'llagan Turkiya Sharq Turkistonning mustaqilligiga qarshi chiqdi. Bu ikki yuzlamchilik davom qilyotadi va unutilmaydi. Sharq Turkiston turk madaniyatining bushkudir va barliq turk xalqining ota yurtidir.
azaldan Xitoyning bir partisi bo'lib boqmadi. U mustaqilligini asliga keltirish uchun kurash qilayotgan ishg'oliyat ostidagi bir davlatdir. Sharq Turkiston tarixda mustaqil bir davlat edi. Nurg'ulg'an davlat va imperatorlik tarixiga ega. 20 asrda 1933 yili 12 noyabrda zamonaviy Sharq Turkiston Cumhuriyati qurildi. 1944 yili 12 noyabrda yana bir qatam Cumhuriyat qurildi. Xitoy 1949 yili 12 oktyabr kuni ishg'ol qilib olib, 22 dekabr kuni rasmiy o'ziga tava qilib oldi. 1996 yildan boshlab Turkiya Xitoy bilan hamkorlik o'rnatib, Sharq Turkistonning mustaqillik ko'rishiga nachar ta'sir elib keldi. Xitoy Kompartiyasi Markaziy komitetining 1996 yildagi 7-nomerlik hujjatida Turkiya bilan hamkorlashib, Sharq Turkistonning mustaqillik ko'rishini bostirish, parchalash o'tirg'i qo'yildi. Hujjatda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikqa Turkiyani diplomatik va majburiy sherik qilish yer oldi. Biz vatanimizning ishg'ol, mustamlaka qilinishiga, kulturimizning yo'qolishiga, xalqimizning irqiy qirg'inchilikqa uchrashiga sukut qila olmaymiz. Turkiya hukumati Xitoyning mustamlikasi, irqiy qirg'inchiligi va ishg'oliyatini qo'llash orqali Sharq Turkistonga xiyonat qildi. Bu faqat siyosiy masala bo'libla qolmasdan, balki axloq masalasidir. İnsanlık, adolat masalasidir. Mustafa Kemal Atatürk rahbarligida qurilgan Turkiya Cumhuriyatining asosiy qimmat masalasidir. Dunyo xalqaro jamiyat bo'lib, Turkiyadagi har qaysi siyosiy partiyalar cho'qim axloqiy majburiyatini ado qilib, mavjud hokimiyatning bu ishdagi mas'uliyatini surishti qilishi kerak. Biz barliq davlatlarni Sharq Turkistonning yanida turishga chaqiramiz. Biz barliq davlatlarni Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosatini, ishg'ol va mustamlaka harakatini, vahshiyliklarga o'rtoqliklarni ayblashga chaqiramiz. Yaqinqi Turkiya Tashqi ishlar ministri Hakan Fidanning Xitoyni ziyorat qilib, Xitoy Kompartiyasi Markaziy komitetining yuqori darajalik katibashi Chun Wenjing bilan ko'rishib, istixborot va bexatarlikni nazorat qilishi, hamkorlikqa Sharq Turkiston va Uyg'urlarga tahdid elib keldi. Tashqi ishlar ministri Hakan Fidan Xitoy bilan texmi qo'yiq bexatarlik hamkorligi o'rnatishni va'da berdi. Çin oldingi hafta Sharq Turkistonni ziyorat qilganda terrorlik bilan kurash qilishni davomlashtirishdan iborat soxta bayonlarni yanglab, irqiy qirg'inchilik, mustamlaka va ishg'ol qilmishini izchil davomlashtirishni qaror qildi. Turkiya hukumatining Xitoy bilan bo'lgan hamkorligi faqat Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosatiga yordam berib, ishg'ol, mustamlaka, irqiy qirg'inchilik qilmishini qonunlashtirdi. Turkiya hukumatining xiyonati unutilmaydi. Biz Turkiya hukumatidan qilganlari haqida o'ylanib beqishini, irqiy qirg'inchilikchi, mustamlikachi, ishg'olchi Xitoy hokimiyatini qo'llamasligini, ezilgan qon qarindoshlari, ota yurti Sharq Turkistonning yanada turishini umid qilamiz. Dunyoning buningga zang selib turayotganini, tarixning qilmishlardan hisob so'raydiganligini unutmaslik kerak. Biz bugun bu yerda namoyish qilish orqali Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiy ishg'ol, mustamlaka, irqiy qirg'inchilik harakatining sanoqsiz qurbonlarini xotirlaymiz. Ularning kishilik huquq, qadr-qimmat uchun qilgan kurashlaridan faxrlanamiz. Biz keyingi avlodlarimizning Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishini umid qilamiz. Shuni oydinlashtirishimiz kerakki, Xitoyning ishg'oliyati va mustamlikasidan qutulib, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining asosiy haqlariga, o'rligiga erishishdagi, mavjudligiga kafolatlik qilishdagi, tinch gullanishidagi birdan-bir yo'l. Yig'inchoqlab aytganda, biz bu yerda yolg'iz Sharq Turkiston surgunda hukumatiga vakillik qilib qolmasdan, adolat va haqqoniyatga erishish uchun kurash qiluvchilarga vakillik qilamiz. Biz hargizmi sukut qilmaymiz va to'xtab qolmaymiz. Biz toki adolat tajalli qilmoqcha, xalqimiz o'rlikka chiqmoqcha, dunyo Sharq Turkistonning mustaqil davlat ekanligini e'tirof qilmoqcha, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishidan voz kechmaymiz. Qarshiliklar va dushmanliklar, xiyonat qilishlar qanday bo'lishidan qat'iy nazar, adolat, haqiqat bir kuni ustunlikni egallaydi. Sharq Turkiston bir kuni mustaqil bo'ladi, dedi. Bayonotdan keyin namoyishchi ammo shu orqali Turkiyaning Xitoy bilan bo'lgan hamkorlikni, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishga yordam berishga chaqiriq qildi. Sharq Turkiston surgunda hukumati 4-may kuni axborot e'lon qilib, Turkiya Tashqi ishlar ministri Hakan Fidanning Xitoyni ziyorat qilib, tajovuzchi, irqiy qirg'inchilikchi Xitoy bilan hamkorlikni kuchaytirishini aybladi. Axborotda Tashqi va bexatarlik ministri Salih Xudoyor afandining Washingtondagi Turk elchixonasining oldida qilgan namoyishda bergan bayonoti tafsiliy bayon qilinish bilan birga, hukumat prezidenti doktor Mamtumin Ali afandining Sharq Turkiston Xitoyning bir qismi emas, balki mustaqilligini asliga keltirish uchun kurash qilayotgan ishg'ol qilingan davlat.
Adolat ustunlikni egallaganga, xalqimiz erkinlikka chiqqanga, dunyo mustaqil davlatlar orasidagi tegishlik o'rnimizni e'tirof qilganga qadar kurash qilamiz deganligini. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining huquqi va erkinligini tashabbus qilish va'dasida ching turadiganligi. Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish, ularning asosiy huquq va erkinligiga kafolatlik qilish, mavjudligiga kafolatlik qilish va ularning tinch va gullanish ichida yashashining birdan-bir yo'li ekanligi bayon qilindi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Hakan Fidanning Xitoy va Sharq Turkiston ziyoratiga ko'rsatgan qarshiligi matbuotlarda keng turda xabar qilindi. Breitbart xabar kanali 4-iyun kuni Hakan Fidanning ziyorati va Xitoy Turkiya munosabatini xabar qilsa, 5-iyun kuni Sharq Turkiston surgunda hukumatining Washingtondagi turk elchiligi oldida qilgan namoyishini tafsiliy xabar qildi. 7-iyun kuni Hakan Fidanning ziyorat jarayonidagi bayonlarini tafsiliy xabar qildi. Türkiye geziti Uyg'urlar va Sharq Turkistonning ahvolini, Hakan Fidanning Xitoy va Sharq Turkiston ziyoratini xabar qilib, Markaziy Washingtonda turishliq Sharq Turkiston surgunda hukumatining Tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor Hakan Fidanning ziyaratining Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini yo'gaydiganligini aytib, tanqid qildi dedi. 2024 yılı 4-iyun günü Paris şəhəriga joylashgan Paris Advokatlar Cemiyeti'də Xalqaro Chegarasiz Advokatlar Təşkilatı, Fransiya Advokatlar Cemiyeti, Advokat Hüquqçular Birləşməsi qatarlıq təşkilatlarning o'rinlashtirishida Xalqaro Jinoiy ishlar adliyasi, advokatlarning og'ir jinoiy qilmishlar oldidagi safarbarlik ahvoli qandoq degan temada muhokama yig'ini chaqirildi. Fransiya Uyg'ur birligidan bir guruh hay'at bu yig'inga taklif bilan qatnashdi. Yig'inda Xalqaro jinoiy ishlar sudida ishlagan mo'l tajribalik advokatlar, O'rta Sharq masalasi mutaxassislari, jurnalistlar, navbatdagi Falastin Isroiliya to'qinishi, Iran, Suriya va Xitoydagi kishilik huquq dafsanchiliklari haqida doklad berdi. Fransiya Uyg'ur birligining raisi Mirqadir Mirzat apandim so'z qilib, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati haqida tafsiliy doklad berdi. U so'zida advokatlarning o'z vazifasini to'liq ado qilib, Uyg'urlar duch kelayotgan fojialar haqida ko'proq xizmat ishlashini, xalqaro sudning Xitoyning inson qalbidan chiqqan jinoyatlari haqida odil hukm chiqarishi kerakligini ta'kidladi. Mirqadir apandimning doklati yig'in ishtirokchilarining qizg'in olqishiga erishdi. Yig'in oxirida bir qism advokatlar o'zlarining Uyg'ur masalasi haqida yordam berishni xohlaydiganligini bildirishdi. Tajovuzchilarning qalamkashlari va kanaylari. Uyg'unish harakati o'liklar dunyosiga nisbatan hayotlik elib kelsa, tajovuzchilik dunyosiga nisbatan xatar va og'ir tahdid elib keladi. Mustamlika qilingan ellarda uyg'unish uchqunlari o'ttirg'a chiqishga boshlagan hamon tajovuzchilar mustamlika qilingan millatlardan o'zlariga sodiq xizmat qiladigan qalamkashlarni, darvishlarni va har xil qiyofatdagi josuslarni yetishtirishga boshlaydi. Mustamlika ideyasini qabul qilgan qalamkashlar, kanaylar va chaparmanlar har zaman uyg'unish ideyalariga to'sqinlik qilishga urinib turdi hamda mustamlika qilingan millatlardagi erkinlik, mustaqillik, kimlik, adolat va qimmat qarash engini burumlashga yoki ojizlashtirishga yoki millatning diqqatini asosliq masaladan boshqa tarafga burashga harakat qiladi. Mustamlika ideyasidagi qalamkashlar barmoqlarini, qalamlarini va tilini tajovuzchilarning planlari va fikrlarini bozorga solish uchun xizmatga soladi. Chunki tajovuzchilar o'zlarining planlarining oshkorlanib qolmasligi uchun o'zlariga vakolatan so'zlaydigan yoki yozadigan setilma qalamkashlarga muhtoj bo'ladi albatta. Mustamlikaga yo'liqqan har qanday bir millatda tajovuzchilarning manfaatlari va ideyalari uchun chakarchilik qilgan, ideyasi zaharlangan va axloqi buzilgan qalamkash qurtlar tepilib turdi. Qalamkash qurtlar mustaqillik ideyasidagi siyosiy iqimlarni ojizlashtirish, sog'lom ideya egalariga qalpoq kiydirish, ular haqida fitna ig'vo tepish orqali ish qilg'izmaslik, sog'lom harakatlarning e'tiborini tushirish hamda parchalashga urinish qatorliq ziyonli ishlarning hammasini qilishdan bosh tortmaydi. Cemiyatshunos mutafakkur Malik Nabiy yozmalaridan o'zindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.